Lyuks avto bilasizlar, har doim eng zo'rlarini, eng noyoblarini sizlar uchun topib kelib qo'yadi sotuvga, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Navbatdagi sotuvga qo'yib beradigan mashinamiz Toyota Land Cruiser Prado 150 lik. Mashinamiz 2024-yilda ofitsialniy rastamochka olib kelgan. Ofitsialniy garantiyada olingan mashin. 23-yil bo'ladi. Tex pasportlari. Mashinamiz bor yo'q 1600 km yurgan. Bunday menimcha sotuvda ko'rmadim, to'g'risi. O'zbekiston bo'yicha sotuvda bunday probeklisini topishlaringiz qiyin. Kam yurgan, boshli 5 probek mashinamiz. Salon qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Eng fulli bo'ladi 207 likni. Svetnoy tablo, молочный salonda qora rangli ofitsialniy dilerda olgan garantiyalari bilan mashinamiz masla. Sizlarning olib haydashlaringiz uchun masla bo'lib turibdi. Salon qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Mashinamizni Svetnoy tablolar, молочный salon hamma yoqada olingan. 207 lik zavodskoy 19 diska balonlarida turibdi. Mashinamiz hamma zavodskoy stok holatida. Lyuks avtoda mashinamizning narxini sizlarga 82 ming dollarga qo'yib beramiz. Bemalol kelib, savdolashib, sizlar halom to'lov asosida xarid qilishlaringiz mumkin. Endi to'g'ri, narx qimmat deyishlaringiz mumkin, lekin buning probeklisini hozirgi kunda menimcha respublika bo'yicha sotuvda yo'q bo'lsa kerak. Hammangizni Lyuks avtoda kutib qolamiz. Sog' olasizlar, salomat olasizlar.